Bugun mana Xudoga ming qadar shukr, 9 yildan beri armonlarim amalga oshib, mana shu buyuk xalqimning kimligini berga kirgan har bir inson mana shu o'zligimizni anglash nuqtai nazaridan buyuk millatimiz mana shu hozirgi yoshlarimiz xalqimiz ham bilishi kerakki, biz ko'p tariximizni to'g'ri aytmaganmiz. To'g'ri bilmaganmiz. Shuning uchun berga mana armonlarim deganim mana shu qanday bo'lishidan qat'iy nazar adolatli tariximizni mana shu ortga qo'yib bergan. Biz ayni daqiqalarda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlarining kabinetidamiz va prezident Shavkat Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif davomida aynan mana shu kabinetni muftiyning xonalarini shaxsan o'zi kirib ko'rdi, ko'zdan kechirdi va ko'rishingiz mumkin siz ham juda ham shinam xona. Hozir kichkinagina namoyishda ko'rdilarki, qanday nurli islom, bilimli islom nur berdi, qadriyat berdi, tinchlik berdi, osoyishtalik berdi.